chempionati ham xuddi shu kunga to'g'ri kelganligi sport nima qilib bezatilgan Alpomi saroyiga kelayotgan muxlislarning soni respublikamiz vakillari chet ellarda bo'lib qator uchrashuvlarda qatnashgan bo'lsalar o'z Olimpiada o'yinlari kumush medal sovrindori xizmat ko'rsatgan sport ustasi Rufat Rizkiyev olib turibsiz. Uning qo'lida musobaqaning bosh sovrini. Respublikamiz qo'li-gul ustalari ana shu sovg'alarni Your Excellency, D.G. Rovikov, the Prime Minister of Uzbekistan, Mr. Ismail, the President of the Uzbekistan Boxing Association, and Mr. Uzikov, the Minister of Sports. Krasnogorsk Trigger, Yoshaki, Mao, California. Peter Gokona, Mogawa, Aman, Afghanistan. The authority, Mr. Nagawa, Iraq. Just number 1, Mr. Khan, Korea. Just number 5, Mr. Firashuli, Kazakhstan. 赢了多少？啊，赢了8个点。啊？哦，12比10啊，不是10比2。打仗。这玩意很危险嘛。海风已经来了，海风来了。真他妈危险啊！ Judge number 3 is the lead Chinese Taipei. Round 1. 篮球那个阿富汗的，篮球那个阿富汗的。这个代表了吗？打完了。哦，你等会儿，你等会儿。看别的队啊！打自己是吧？不想不想。不想。
Second round, Brazil. Round 2.
time, the next one to the ring. Baga bokschilar taklif etilyapti. 71 kilogramgacha bo'lgan vazndagi bokschilar. Qizil kiyimda Tayvan vakili Van Chungyun, ko'k burchakda esa mana ko'k burchakda siz Afg'oniston vakili Omon Muhammadni ko'rib turibsiz. Afg'onistondan bor yo'g'i ana shu yakkayu yagona bokschi tashrif buyurgan birinchi uchrashuvda Omon Muhammad Yaponiya vakili Yoshimaki Imokani 3 raund yakuniga ko'ra mag'lubiyatga uchratib, haqiqatda ham ko'pchilikni hayratga soldirdi. Albatta, faqatgina bitta sportchi bo'lganligi tufayli bo'lsa kerak, zalga yig'ilgan barcha muxlislar ana shu Omon Muhammadga o'z munosabatlarini bildirishdi. Uni 3 raund davomida qo'llab-quvvatlashgan edi. Endi mana endi hozir ringda g'oliblik uchun, ya'ni finalga yo'llanma olish uchun Omon Muhammad tayvanlik Chan Sun Yung bilan uchrashadi. Eronlik referi uchrashuvga boshchilik qiladi. Birinchi raund. Mana bu hozir birinchi raundning boshida Afg'onistonlik bokschini ringda o'zining haqida qanday fikr bildiradi? Afg'onistonlik bokschi birinchi raunddayoq o'ziga xos uslubda, ya'ni o'z raqibini sinash, ya'ni o'z raqibini birinchi boshlashni kutib turib boshladi. Bu esa har bir bokschini o'ziga xos uslubiga ega ekanligidan xabar beradi. Men aytmoqchimanki, mana ringda oyoq harakatlari juda bemalol, shunda qadam tashlab yurganday harakat qilyapti-da. Ha, endi bu haligi o'sha raqibini o'ziga hujum qilishini kutyapti degan ma'noda bo'ladi bu. Mana endi hozir ana Afg'onistonlik boks muxlislari ham o'z vatandoshlarini hozir mana Barala nomini aytib Omon Muhammad deb aytyapti. Bu albatta unga ancha kuch-quvvat bag'ishlasa ajab emas. Juda hozir zarba berdi va o'z vaqtida himoya chorasini ko'rdi. Tayvan vakilining bo'yi biroz balandroq, shunga yarasha qo'li ham uzunday ko'rinyapti. Mana endi hozir zal ham biroz shu tinchiganday bo'ldi, chunki hozir aniq zarbalar yo'q. Mana hozir yana bu yerda Omon Muhammad professional bokschilarga xos aldamchi harakatlari, yurish, shu harakati bilan bir qo'rqitish namoyish qilganday bo'ldi. Ikkaloviga hozir endi unaqa harakat emas, faqatgina ular bokschilar bir-biriga zarba berishi kerak degan ma'noda referi ikki mushni bir-biriga urishtirib qo'ydi. Past tomondan hozir Omon Muhammad mana qanchalik hayajon bilan o'z vatandoshiga hozir jang olib borishini kuzatib boryapti. Birinchi raund ancha og'irroq bo'layapti. Ancha keyingi raundlar bunga qaraganda ancha shiddatli keskinroq bo'lgan. Knockdown holati yo'q. Bu yerda hozir sirg'anib qoqilib ketdi. Shuning uchun ham referi ikkinchi marta zarbasi hozir knockdown. Muhammad
Omon Muhammad juda hozir faol keskin harakat. Mana endi afg'onistonlik boks muxlislarni ko'rib turibsiz. Baralla o'rnidan turib hozir Omon Muhammadni qo'llab-quvvatlashyapti. Raund yakunlandi. Birinchi raund Omon Muhammadning ustunligida o'tdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi bu mening fikrim. Hozir mutaxassis Bahodir Ergashovdan yana so'raymiz. Bahodirjon, siz qanday fikrni bildirasiz? Mana shu birinchi raundni yuqorida aytib o'tgandek, birinchi raund ayniqsa Afg'oniston boks tomonidan sinash bilan o'tdi birinchi yarmi. Ikkinchi yarmida esa raqibini qay alpozda harakat qilishi, nima bilan nafas olishi, qanday zarbalarni berishi va qanday himoyasini tekshirib turishni tekshirib bo'lgandan keyin, aniqlab bo'lgandan keyin u ochiqdan ochiq hujumga o'tib raqibini u knockdown holatga tushirdi. Bu esa bokschi juda katta ahamiyatga ega. Hattoki tomoshabinlarni ham olqishlashi bu ko'tarinki ruh paydo qilishiga olib keladi. Ya'ni birinchi raundda o'ngni boshqarib boryapti. Birinchi raundda afg'onistonlik bokschi o'z maqsadiga erishdi. Endi 3-raund albatta hozir Omon Muhammad shu qo'lga kiritgan shu aniq zarbalarini yana mustahkamlash uchun ikkinchi raunddagidek oldinga borsa ajab emas. Tayvan vakili ham bugungacha bor yo'g'i bir uchrashuv o'tkazib, unda Tojikiston terma komandasi a'zosi Abdumalik G'aniyevni ochkolab yarim finalga yo'llanma olgan edi. Yana Muhammad hozir Omon yana hujumda. Agarda Omon Muhammad mana shu Tayvan vakili Van Chungjunni mag'lubiyatga uchrasa, menimcha kelasi yili afg'on bokschilari orasida yana yagona bo'lib navbatdagi Olimpiada musobaqalarida qatnashish huquqiga ega bo'ladi. Mana endi hozir Afg'oniston chempionatlarini ko'rdingiz, juda yaxshi harakat qilyapti. Menimcha birinchi g'alabadan so'ng Omon Muhammad o'zini juda qanaqadir unga kuch bag'ishladi chamas. Hozir raqibini hech bir yoniga yaqinlashtirayotgani yo'q. Iloji bo'lguncha mana shunday aldamchi harakatlari va shu bilan hozir vaqtni o'tkazyapti va raqibi ochildi deguncha goh-gohida zarbalar ham berishga ulguryapti. Uchinchi raund. Mana endi hozir Tayvan vakili burchak yaqiniga olib keldi. Musobaqani davom ettirish kerak. Yana faqatgina hozir aldamchi harakatlar. Vaqt esa o'tib boryapti. Boksda bunaqa holatlar juda kamdan kam bo'ladi. Juda yaxshi hozir. Knockdown holatda. Demak, hozir 3-raundda ham Omon Muhammad juda yaxshi harakat qildi. Mana siz hozir Tayvan vakilini ko'rib turibsiz. Qanchalik og'ir uning uchun, lekin baribir musobaqani davom ettirish kerak. Ancha qayt oldi chamasi. Hozir mana Muhammad shu yorilib oldinga borish uchun harakat qilmoqda. Albatta shunday yorilib borganda har qanday himoyani ham o'tishi mumkin. Mana hozir aldamchi harakatlari. Endi raundning so'nggi daqiqalari o'tib boryapti. Mana bu yerda Tayvan vakili ham javob qaytarishga ulgurdi. Menimcha bu yerda Omon Muhammad g'alaba qozonganligiga shubham bo'lmasa kerak. Baribir hakamlarning bahosini kutamiz. Hali oldinda 3-raund bor. Lekin birinchi va ikkinchi raundga qaraganda afg'onistonlik bokschi o'zini juda ishonchli holatda va ring egasi hisoblab bemalol harakat qildiki, u har xil masofadan turib
zarbalar bera boshladi. Ayniqsa oyoqda chiroyli o'ynab turib, raqibni o'ziga chaqirib turib, yaqin masofaga kirdi va 4 ta 5 ta zarbalar bilan raqibini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Mana endi har ikkala burchakda chempionlar ham yordam ko'rsatishyapti, ham maslahat berishyapti. Van Chun-yun Tayvan vakili qizil kiyimda, Omon Muhammad afg'onistonlik. Ana hozir shu gong yonida Alisher Rizqiyev, Urfat Rizqiyevning akasi. Bu 18-chi Osiyo chempionati musobaqasida informatorlik vazifasini bajaryapti. Bu ham vaqti bo'sh qoldi deguncha albatta shu g'alaba qozongan sportchilarni tasvirga olishni ham yoddan chiqarayotgani yo'q. Bu hammasi tarixiy bir esdalik bo'lib qoladi. Muhammad Ali yana kuchli zarba past yondan ko'proq shu Muhammad Ali o'zining asosiy zarbalarini yon tomondan tashkil etyapti. Bu esa Tayvan vakiliga nihoyatda noqulaylikni yuzaga keltirmoqda. Mana Omon Muhammad yana orqaroqqa bordi va hozir aldamchi harakatlari bilan past tomondan hujum tashkil etadiganday harakat qilyaptiki, bunga Tayvan vakili ham tayyor bo'lib turibdi. Mana o'zi hozir Tayvan vakili oldinga keldi va bu yerda Omon Muhammadning zarbasini o'tkazib yubordi. Yana hozir bitta lekin aniq o'zi ham hozir Tayvan vakili yana ochilishi bilan hozir Omon Muhammad yana aniq zarbalar berib ulgurdi. Omon Muhammad chapda o'ynab turib, o'nda juda qattiq kuchli zarba tashlayapti. Bu zarbalari nuqtaga borib tegyapti. Haqiqatda ham bitta bo'lsa ham munosib bir bokschini olib kelishgan ko'rinadi chamasi afg'onistonliklar. Qoldi. Bor yo'g'i bitta bokschi kelsa, mana shu pol-finalda shunday yaxshi ishtirok etishi bu albatta afg'on xalqi uchun ham katta. Gohida bittasi ham 10 tani o'rnini bosadigan gap bor-ku. Endi ko'z tegmasa mana uchrashuvni har holda ancha yaxshi davom ettiryapti. Lekin men shu narsalarga guvohi bo'lganman. Ayrim bokschilar 3 raund davomida to'liq tashabbusga erishib, oxirgi daqiqalarda bitta zarba bilan boy bergan damlari ham bo'lgan. Bunday vaqtlar ham bo'ladi. Chunki mana ko'rib turibsiz. 3-chi nokdaun og'ir holatga tayyorlanib bokschi chiqib qoldi. Bu esa eronlik bokschini naqadar uchrashuvni ko'tarinki ruh bilan tugatayotganidan dalolat beradi. Mana endi bu yerda nafaqatgina afg'onistonlik qolaversa, boshqa ya'ni Hindiston, Pokiston vakillari ham o'rinlaridan turib Afg'oniston vakilini qo'llab-quvvatlashyapti. Mana endi sekundalari juda xursand, o'z shogirdidan minnatdor. Mana hozir yana rejissyorimiz shu Afg'oniston muxlislar o'tirgan joyini ko'rsatyapti. Umuman hozir 71 kilogramcha bo'lgan vazndagi ana shu musobaqaning ikkinchi juftligida respublikamiz vakili chiqadi. Mana endi bu yerda referi yana sportchilarning qo'lini bir nazoratga oladi. Afg'oniston va
shunday qilib Afg'oniston vakili, yagona vakili Omon Muhammad yarim final uchrashuvida tayvanlik bokschi Van Chun-yunni mag'lubiyatga uchratib, finalga yo'llanma oldi va shu bilan bir qatorda برکه اوضاع خراب شد. منم یعنی یادم داشت سید داود سبتله این مسابقاتی که تشکیل داده شده بسیار یک شرایط خاص و شرایط خوب داشت که بسیار از فدراسیون بوکس پاکستان بسیار زیاد خوش هستیم و همیشه متقبل برایشون تمنا میکنیم با امید که در دیگر مسابقه هم ما را همه دعوت کنیم و ما هم باید افراد دیگه دیگر مسابقات انجام این مسابقات به بسیار حالت خوب و بسیار شرایط خاص تجریح شد. البته در آینده ما این بسیار وسیع از رو میکنیم و خاطر از اینکه این اولین مسابقات چمپیونات آسیا است که ما هم توانستیم که در این مسابقات یک نفر بکسر به نام احمد جاوید جان اشتراک کنیم و امروز شما هم به نظر خود دیدیم که صددی خود غالب شد. کیست؟ احمد زویجان نه شما کنتاشی کنتاشی کتر احمد سلام بفرم زوی با چجویان اینو مرا بگی متین جان معرفی کو کس ترینر کامل از تاجیکستان به خاطر تبریکی جاوید جان داوود جان شکر خدا سعید جان همچنان همکاری بسیار مجدد بله qarshingizda 71 kilogramcha bo'lgan vazndagi bokschilarning g'olib va sovrindorlari Qozog'iston vakili Ermaxan Ibragimov 71 kilogram 18-chi Osiyo chempioni bo'ldi. Unga Qozog'iston boks uyushmasi prezidenti mukofotni topshirdi. Ikkinchi mukofot esa mana ko'rib turganingizdek Afg'oniston vakili Omon Muhammad. Uchinchi mukofot esa tayvanlik Van Chun-yun va O'zbekiston terma komandasi a'zosi Karim To'laganovlarga topshiriladi. Mukofotlarni yana bir bor eslatib o'tamiz. Qozog'iston boks uyushmasi prezidenti
va respublikamizning eng yetakchi murabbiylaridan biri Aleksey Din topshiryapti. Aleksey Din Vladimir Shindek ajoyib bokschini kamolatga yetkazdi. Mana hozirgi kunda Vladimir Shin terma komandasi bosh murabbiylaridan Din bokschilarni mana yana Adamıca خوبشه Поздравляю тебя. Да, поздравляю. Ты потом приходи. Понедельник, хоть 4 часа там будем. Ну, понедельник, среда. 5, мы 4 будем работать. Профессионал, один. Спасибо большое. И Филинар Уми Узбекистан Табрики Бара Джаваджан.